Toshkent shahri va uning atrofidagi issiqxonalar oldiga qat'iy talab qo'yildi. Ular tezda kuch ko'ronini yig'ishtirib, Surxondaryoga ko'chib ketishi kerak. Maqsad poytaxt va uning atrofida havo ifloslanishini kamaytirish. Bu bo'yicha 9-aprel kuni Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilindi. Yangi qarorga asosan Toshkent shahri, Qibray, Zangiota, Yangiyo'l, Yuqori Chirchiq va Toshkent tumanlarida joylashgan issiqxonalar Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida yangi tashkil etilayotgan Surxon agro erkin iqtisodiy zonasiga ko'chiriladi. Tadbirkorlar ixtiyoriy ravishda ko'chib o'tishi uchun ularga ko'chish xarajatlari qoplab beriladi. Kreditlarni qaytarish muddatlari esa uzaytiriladi. Issiqxonalar ko'chib o'tishni rad etgan taqdirda 2026-yil 1-avgustdan boshlab gaz tarmog'idan uziladi. Ko'mir, mazut yoki boshqa narsalarni yoqqan taqdirda esa jarima 20 barobarga, suv solig'i 5 barobarga oshiriladi. Kun.uz